Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda ko'z osti qorayishi sabablari va yechimlari haqida gaplashamiz. Oxirgi vaqtlarda ko'z osti qorayishi bo'yicha judayam ko'p savollar kelib tushdi. Shu sababdan ham umumiy darslik tayyorlashga qaror qildim. Ko'z osti qorayishi faqatgina qora rangda bo'lmaydi, shunchaki umumiy nom bilan ko'z osti qorayishi deb nomlangan, lekin o'zi aslida ikki xil holatda uchraydi: jigarrang va ko'k holatdagi qorayishlar ko'rinishida uchraydi. Ko'k rangdagi ko'z osti qorayishi rasmdagi holatda ko'z osti xuddi nimadir bilan urganga o'xshab ko'kargan sifat bo'lib qorayadi. Ko'z osti qorayishini ko'p holatlarda insonlar oshqozon ichak muammolari, buyrak muammolari, organizmdagi boshqa muammolar sabab kelib chiqadi deb o'ylashadi, lekin buni sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Ya'ni sabablari ko'p ko'z osti qorayishini va ikki turga bo'lgan bo'lsak, ko'k ko'z osti qorayishini sabablari haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda genetika sabab ko'z ostini ko'kargan holatda qorayishi mumkin. Nozik terisi bor insonlarda yoki ko'z ichkariroqda joylashgan anatomik jihatdan ko'zlari chuqurroq joylashgan insonlarda ham ko'z ostida kulrang doiralar paydo bo'ladi. Yoshga bog'liq o'zgarishlar sabab ham ko'z ostida qora doiralar paydo bo'ladi, chunki ko'z osti terisi nozik bo'lganligi hisobiga, masalan, epidermis bilan dermis tanani boshqa qismlarida, yuzni boshqa qismlarida ko'z ostidagi teriga nisbatan 5-6 baravar qalinroq bo'ladi. Ko'z osti terisi esa nozikligi jihatidan yog' bezlari kam bo'lganligi, suv yetishmasligi sababli muammolar kelib chiqadi. Qon aylanishini buzilishi, surunkali uyqusizlik, harakat kamligi, stress sabab ham ko'z ostidagi kulrang doiralar paydo bo'ladi. Endi stress bizni kortizol gormonimizga ta'sir qiladi. Kortizol gormoni esa bizni tomirlarimizga ta'sir qiladi va qon tomirlarida qonni to'planib qolishi, ishishi kabi holatlar yuzaga keladi. Endi harakat kamligi jihatidan bizni limfa sistemamiz, qon aylanish tizimimiz yaxshi ishlamasligi oqibatida ham ko'zimiz ostida qora doiralar, shishlar paydo bo'lishi mumkin. Bu ham yana bir sabablardan biri. Organizmda suv yetishmasligi, suvni kam miqdorda ichish ham bizni limfa sistemamizga, qon tomirlari faoliyatimizga ta'sir qiladi va buni oqibatida bizda ko'z ostidagi kulrang doiralar paydo bo'lishi mumkin. Endi asosiy sabablar haqida gaplashadigan bo'lsak, genetika, yoshga bog'liq o'zgarishlar, ichki kasalliklar va turmush tarzidagi odatlar. Yoshga bog'liq o'zgarishlar, tomirlar, teri faoliyatini buzilishi, ya'ni yoshga bog'liq o'zgarishlar ajinlar. Ajinlar bilan teri tomirlar faoliyati buzilishi natijasida siz 30 yoshdan keyin, 40 yoshdan keyin Betmen holatiga kelib qolishingiz mumkin, ko'zingiz osti qorayib. Keyingisi jigarrang ko'z osti qorayishi. Ko'z ostini jigarrang qorayishi ko'p holatlarda pigmentatsiya dog'lar sabab paydo bo'ladi. Ya'ni giperpigmentatsiya, quyosh nurlari, genetik jihatdan gormonal o'zgarishlar, yallig'lanish, surunkali kasalliklar sabab paydo bo'ladi. Giperpigmentatsiya ko'z atrofidagi melaninni to'planishi hisoblanadi. To'g'riroq teriga ega bo'lgan insonlarda genetik bo'lishi mumkin bu holat. Gormonal o'zgarishlar ta'sirida endi biz gormonlarimiz, masalan, stress paytida bizni kortizol gormonimiz buzilgani kabi xuddi shu holat ko'z ostini jigarrang qorayishiga ham olib kelishi mumkin. Yallig'lanish, turli dori vositalaridan noto'g'ri ichish natijasida surunkali kasalliklar, telefonga ko'p qarash, ekranli vositalarga ko'p qarash ham bizni ko'zimiz osti qorayishiga, ko'z ostini charchagan holatda bo'lishiga olib kelishi mumkin. Endi ko'z osti qorayishlariga qarshi biz qanaqa davo choralaridan foydalansak bo'ladi? Birinchi navbatda biz turmush tarzimizdagi odatlarimizni to'g'irlab olishimiz kerak. Suvni me'yorida ichishimiz, har xil gazli ichimliklar, fast food, shakarli mahsulotlarni kamroq iste'mol qilish, limfa sistemamiz uchun, qon aylanishi uchun yaxshiroq harakat qilish, ya'ni qon aylanishini yaxshilash uchun hayot tarzimizni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Bunga sport, yurish, limfa orqa bo'yin uchun, osanka uchun mashqlarni qilishimiz kerak bo'ladi. Vaqtida uxlash
va suvni me'yorida ichish ham bizni ko'z ostimizdagi qorayishlarni qisman davolanishiga yordam beradi. Ya'ni ko'z ostidagi qorayishlarni davolash uchun siz 3 turdagi parvarishni qilishingiz kerak. Birinchisi kosmetologik muolaja olsangiz bo'ladi. Ikkinchisi ko'z osti uchun maxsus kremlardan foydalanasiz. Uchinchisi esa hayot tarzimizdagi odatlarimizni yaxshilashimiz kerak bo'ladi. Kosmetologik protseduralarda ham ishonchli kosmetologga borib qildirishni tavsiya qilaman. Chunki ba'zi protseduralar xavfli hisoblanadi. Ichiga qandaydir suyuqlik quyadigan protseduralar bor. Xuddi o'sha protseduralarni tavsiya qilmayman. Ya'ni faqatgina bitta ko'z osti krem bilan muammoga yechim topolmaysiz. Qo'shimcha hayot tarzimizdagi odatlarimizni ham o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Endi ko'z osti uchun qorayishlar uchun krem tanlaganimizda birinchi navbatda tarkibiga e'tibor berishimiz kerak. Tarkibida retinol, niasinamid, vitamin C, peptid bo'lgan ko'z osti kremlaridan foydalanishni tavsiya qilaman. Bu bizni ko'zimiz ostidagi pigmentatsiyani ochartirishga yordam beradi. Centellani ko'z osti kremini tavsiya qilaman. Terterniki yaxshi, To'raydinni ko'z osti kremlari yaxshi. Bularni kosmetika do'konlaridan topishingiz mumkin. Vitamin C lik ko'z kremlari yaxshi. Doimiy ravishda ko'z osti uchun kremlardan foydalanib yurishni tavsiya qilaman. Ko'zingiz ostida muammo bo'lmasa ham, chunki ko'zimiz osti terisi nozikligi hisobiga yosh o'tgan sari suvsizlik kuchayadi va ajinlar paydo bo'lishi mumkin. Ajinlarni oldini olish uchun ham ko'z osti uchun namlantiruvchi kremlardan foydalanishni tavsiya qilaman. Yuz terisi quruqroq bo'lgan insonlar 2 hissa ko'z kremlaridan foydalanishi kerak bo'ladi. Yuz terisi yog'li insonlarda yuzdagi suv balansi doimiy me'yorda bo'lganligi hisobiga ajinlar sekinroq tushadi, lekin quruq yuz turlarida suvsizlik bo'lganligi hisobiga ajinlar ertaroq tushadi. Shu sababdan ham quruq yuz turlari namlantiruvchi kremlardan foydalanishi zarur. Doimiy ravishda.